Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun juda ko'p insonlarni qiynayotgan, hayot sifatiga jiddiy ta'sir qilayotgan bir muammo haqida gaplashamiz. Demak, bu tizza og'rig'i va artroz hisoblanadi. Do'stlar, ko'pchilikka tizzangizda artroz bor, operatsiya kerak deb aytishadi. Shu so'zni eshitib inson qo'rqadi. Tushkunlikka tushadi, harakatdan to'xtaydi. Lekin haqiqat shuki, artroz har doim ham operatsiya degani emas. Demak do'stlar, bugungi videoda biz quyidagilarni to'liq va ochiq, ya'ni muhokama qilamiz. Ya'ni artroz nima va u nega paydo bo'ladi? Tizza og'rig'ining haqiqiy sabablari nima? Operatsiya qachon kerak, qachon shart emas? Yoki bo'lmasam zamonaviy operatsiyasiz davolash usullari haqida, yoki bo'lmasam kimlarga bu usullar yordam berishi, yoki eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Do'stlar, birinchi navbatda biz bilib olishimiz kerakki, tizza bo'g'imi va uning ya'ni vazifasini. Do'stlar, tizza bo'g'imi bu inson tanasidagi eng katta va eng ya'ni yuk tushadigan ya'ni bo'g'imlardan biri bo'lib hisoblanadi. Do'stlar, tizza bo'g'imi quyidagilardan tashkil topgan. Demak, suyaklar, demak tepada son suyagi, pastda boldir suyaklari. Va bundan tashqari tog'aylar, menisklar, bo'ylamlar va mushaklar va paylar. Demak, tizza har kuni do'stlar yurishda, o'tirishda, turishda, zinadan chiqishda, og'irlikni ya'ni ko'tarishda katta bosim ostida ishlaydi. Shuning uchun u vaqt o'tishi bilan eng birinchi shikastlanadigan bo'g'im bo'lib hisoblanadi. Endi do'stlar, biz bilib olishimiz kerakki, artroz o'zi bu nima? Demak, artroz bu bo'g'imdagi tog'ay to'qimasining asta-sekin yemirilib, yupqalashib borilishidir. Demak, shu yerda bir muhim jihat bor. Artroz bu yallig'lanishdan boshlanmaydi. U mexanik va moddalar almashinuvining, ya'ni buzilishidan kelib chiqishi mumkin. Demak, artrozda do'stlar tog'ay silliqligini yo'qotadi. Suyaklar bir-biriga ishqalana boshlaydi va og'riq paydo bo'ladi va harakat cheklanadi. Demak, mana shu artrozning darajalari, bosqichlari bor. Demak, artrozning ya'ni birinchi bosqichida o'sha tog'aylaringiz yemirilib, suyaklaringiz bir-biriga ya'ni tegayotgan, ya'ni birinchi bosqichda yengil og'riq. Bu faqat yuklamadan ya'ni keyin ya'ni paydo bo'ladi. Masalan, birinchi etajdan ikkinchi etajga zinadan chiqqaningizdan keyin yoki bo'lmasam yugurganingizda yoki boshqa holatlarda. Demak, mana shu artrozning ikkinchi bosqichi bor. Bu demak bunda doimiy og'riq va oyoqlarni qotish hissi paydo bo'ladi. Uchinchi bosqichda esa kuchli og'riq, bunda yurish qiyin. To'rtinchi bosqich esa harakat deyarli yo'q, deformatsiya bunda kuchli bo'ladi. Do'stlar, eng muhimi mana shu birinchi, ikkinchi ya'ni bosqichda operatsiyasiz davolash juda ham ya'ni yaxshi natija beradi. Tushundingizmi? Endi do'stlar, mana shu tizza og'rig'ining keltirib chiqaruvchi ya'ni sabablar haqida bir to'xtalib o'taylik. Do'stlar, ko'pchilik o'ylaydi, og'riq bor ekan, demak suyak yemirilgan deb. Lekin amalda tizza og'rig'ining sabablari juda ko'p. U faqat artroz bilan bog'liq emas. Demak, asosiy sabablar birinchisi bu ortiqcha ya'ni vazn hisoblanadi. Do'stlar, masalan sizni tizzangizdan tepada bir 100 kilodan ya'ni oshiq ya'ni vazn bo'lsa, u tizza bo'g'iga albatta ta'sir etadi. Tushundingizmi? U kichkina bir bo'g'imga 100 kilogramm narsa tushib turibdi. Bu ya'ni ortiqcha vazn hisoblanadi. Demak, siz nima qilishingiz kerak? Ozishingiz kerak. Ikkinchisi, noto'g'ri yurish. Demak, siz agarda noto'g'ri oyoq bosib ya'ni yuradigan bo'lsangiz ham, bu ham tizzaning ya'ni og'rig'iga, ya'ni deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari mushaklarning zaifligi, menisklarning shikastlanishi, bo'ylamlarning tartibsizligi, bel umurtqasidagi qandaydir ya'ni muammo ham, grijalar ham, demak mana shu tizza og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Va bundan tashqari qon aylanishini buzilishi hisoblanadi. Do'stlar, ko'p holatlarda og'riqning ya'ni manbai tizzaning ya'ni o'zi emas, balki mushak va nerv tizimi bilan ya'ni bog'liq bo'ladi. Shuning uchun faqat rentgen yoki MRT ga qarab operatsiya qilish kerak deyish xato hisoblanadi. Do'stlar, o'zi operatsiya qachon qilish kerak degan bir sizda savol ham tug'iladi. Rostini aytaylik do'stlar, operatsiya bu ba'zi ya'ni holatlarda kerak. Ammo qachon? Demak, operatsiya
faqat quyida kerak bo'ladi. Demak, artrozning 4-bosqichida og'riq doimiy va toqatsiz, ya'ni kuchli bo'lsa va bundan tashqari harakat deyarli yo'q bo'lsa, yura olmaslik ya'ni holatlari bo'lsa va operatsiyasiz usullar umuman ya'ni samara bermagan ya'ni holatlarda ya'ni qo'llaniladi. Lekin do'stlar, bir narsani yodda tutish kerakki, har bir artrozda, har bir tizza og'rig'ida yoki bo'lmasam vaqtinchalik ya'ni paydo bo'lgan ya'ni tizza og'riqlarida operatsiya qilish bu noto'g'ri hisoblanadi. Endi do'stlar, men sizlarga mana shu tizza og'rig'i va artrozni zamonaviy operatsiyasiz ya'ni davolash usullari haqida ma'lumot berib o'taman. Do'stlar, eng muhim bir haqiqatni boshdan aytib qo'yay. Demak, artrozni bitta ukol, bitta apparat yoki bitta massaj bilan davolab bo'lmaydi. Samara faqat tizimli, bosqichma-bosqich, ya'ni yondashuv bilan ya'ni bo'ladi. Demak, siz birinchi ya'ni qadamingiz ya'ni bu to'g'ri tashxis hisoblanadi. Nega sizni ya'ni o'sha tizzangiz, tizza bo'g'imingiz og'riyapti? Demak do'stlar, ko'p odamda xatolik shu yerdan boshlanadi. Og'riq sababi har doim ham tog'ay emas. Shuning uchun faqat MRT ga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Faqat artroz degan yozuv bilan cheklanib qolish ham xato. Demak, avvalo aniqlanadi. Birinchi navbatda og'riq o'zi nimadan? Tog'aydanmi, mushaklardanmi, meniskdanmi, bo'ylamlardanmi yoki nerv tizimidanmi? Agar sabab noto'g'ri topilsa, do'stlar, butun ya'ni davolanishingiz foyda bermaydi. 5 million pulingiz ketib qoladi. Tushundingizmi? Demak, siz birinchi navbatda sababni toping. Tog'aydan bo'lsa, tog'ayga qarshi dori vositalar. Mushakdan bo'lsa, mushakni kuchaytiruvchi yoki uni susaytiruvchi yoki meniskdan ya'ni bo'ladigan bo'lsa, o'sha implantlarni qo'yish yoki bo'ylamdan bo'lsa, bo'ylamni kuchaytirish yoki susaytirish. Demak, mana shunda ya'ni sababiga ko'ra davolash kerak do'stlar. Umumiy davo bu yerda uncha nima deydi, ta'sir etmaydi tizza bo'g'imda. Faqat sababini topib davolasangiz, bu sizga ya'ni foyda berib, yurishingizni osonlashtiradi, og'riqlarni yo'qotadi. Ikkinchi qadam do'stlar, og'riqni ya'ni pasaytirish. Mana shu joyda ham ko'pchilik inson xato qiladi. Demak, og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib yuradi. O'ylaydiki, og'riq yo'qolsa o'zini sog'lom bo'ldim deb o'ylaydi. Lekin do'stlar, og'riq bu signal. Uni butunlay o'chirish, ya'ni to'xtatish, ya'ni bu o'sha tizza og'rig'ini, ya'ni tizzadagi bo'layotgan ya'ni jarayon kasallikni to'liq davolaydi degani emas. U faqat bir belgini ya'ni yo'qotyapti. Tushundingizmi? U dori ya'ni ma'lum bir muddat 6 soatdir, 2 soatdir, 4 soatdir ta'sir etadi, keyin yana o'sha hol ya'ni og'riq ya'ni paydo bo'la boshlaydi. Mana shu ikkinchi qadamda yana bir narsalarni bilib olishingiz kerak. Demak, siz mana shu tizzaga mahalliy muolajalarni qo'llashingiz, ba'zi holatlarda qisqa muddatli dorilar yoki fizioterapiyani qo'llashingiz mumkin. Demak, mana shularni yana qo'llaydigan bo'lsangiz, demak, inson ya'ni vaqtinchalik ya'ni harakatga kelishi mumkin. Endi uchinchi qadam bu harakat terapiyasi deyiladi. Demak do'stlar, bu artrozning davolashning ya'ni asosi yana hisoblanadi. Lekin do'stlar, internetda ya'ni umumiy mashqlar emas. Ya'ni og'riqni kuchaytirib boruvchi jiddiy ya'ni kuchli harakatlar umuman sizga ya'ni bo'lmaydi. Tushundingizmi? Internetdagi har xil ya'ni umumiy ya'ni qiyin ya'ni mashqlarni artrozni davolaydi degan narsalarga unchalik ham ishonmang. Chunki u sizni mana bu tizzangizdagi og'riqni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Demak, sizga kerakli mashqlar. Demak, tizza atrofi mushaklarini siz kuchaytirishingiz kerak. Demak, ikkinchisi, son oldi va orqa mushaklarni ishga solishingiz kerak va bo'g'imga tushadigan bosimni kamaytirishingiz kerak. Va muhim bir qoida bor do'stlar shu yerda. Demak, mashq orqali ya'ni og'riq ya'ni paydo bo'lsa, demak, shu yerda to'xtatish kerak. Ya'ni siz mashqni noto'g'ri tanlagan yoki noto'g'ri qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Demak, 4-qadam do'stlar, kinezoterapiya. Demak, kinezoterapiya do'stlar, bu harakat ya'ni orqali davolash. Lekin bu oddiy gimnastika emas. Buni bemalol internetdan qidirib ya'ni ko'rishingiz mumkin. Kinezoterapiya deb qidirasiz. Do'stlar, bu usulda noto'g'ri harakat ya'ni stereotipi aniqlanadi. Inson qanday ya'ni yurishi qayta o'rganadi. Tizzaga ortiqcha yuk tushishi ya'ni bartaraf etiladi. Tushundingizmi? Ko'p odamda tizza og'rig'i do'stlar o'zi emas, balki noto'g'ri ya'ni yurish sabab paydo bo'lgan. Kinezoterapiya esa shuni tuzatadi. Tushundingizmi?
5-qadam bu neyrokinezologiya. Bu juda ham muhim, lekin buni do'stlar ko'pchilik bilmaydi. Agar og'riq, ya'ni doimiy bo'lsa, tekshiruvlarda katta o'zgarish bo'lmasa, davolash samara bermayotgan bo'lsa, demak bu muammo nerv tizimidan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham neyrokinezologiya bu og'riq, ya'ni signalni kamaytiradi, miya va mushak o'rtasidagi aloqani tiklaydi, harakatdan, ya'ni qo'rqishni yo'q qiladi. Do'stlar, ko'p bemorlarda og'riq sababi yo'qolmasdan turib og'riq hissi o'chib ketadi. Tushundingizmi? Demak, mana shu neyrokinezologiyani ham bir qidirib, ya'ni topib o'rganinglar. Bu sizlarga bir yo'llanma, ko'rsatma beryapman. Demak, 6-qadam inyeksiyalar. Demak, har xil tizzalarga, ya'ni inyeksiyalar do'stlar qilinadi. Demak, mana shu tizza og'rig'ida. Demak, mana shu inyeksiyalar ham bu yordamchi usul hisoblanadi. Asosiy, ya'ni davo emas. Ular ham vaqtinchalik do'stlar. Demak, mana shu inyeksiyalar qachon qo'llaniladi? Harakat, ya'ni boshlash qiyin bo'lganda, ya'ni o'rningizdan o'tirasiz, tura olmay qolasiz. Demak, bundan tashqari yallig'lanish kuchli bo'lganda, ya'ni qo'llaniladi. Demak, mana shu inyeksiyalarda asosan gialuron kislota va plazma quyiladi. Demak, mana shu dori vositalar do'stlar yordamchi, ya'ni usul hisoblanadi. Demak, siz mashq qilmasdan, ya'ni o'sha tepadagi aytayotgan mashqlarni, kinezoterapiya, neyrokinezologiya, ya'ni usullarni qilmasdan bu inyeksiyani o'zini faqat olsangiz ta'siri yo'q. Tushundingizmi? Bu yordamchi usul hisoblanadi, asosiy unaqa emas. Demak, 7-qadam do'stlar vazn va turmush tarzi. Demak, siz do'stlar 1 kilogramm, ya'ni ortiqcha vazningiz tizzangizga 4-6 kilogramm, ya'ni qo'shimcha bosim beradi. Shuning uchun o'zingizning vazningizni nazorat qiling, ovqatlanishni to'g'rilang, harakatni ko'paytiring. Davolanishning bu mana shu vaznni, ya'ni tushirish asosiy ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Do'stlar, mana shu operatsiyasiz davolash, ya'ni kimlarga samara beradi? Eng yaxshi natija mana shu artrozning 1-2 bosqichida yoki bo'lmasam og'riq hali to'liq, ya'ni doimiy bo'lmaganda yoki inson, ya'ni harakat qilishga, ya'ni tayyor, ya'ni bo'lib, bunday turganda og'riq paydo bo'lgan holatlarda yaxshi foyda beradi. Va eng yomon natija faqat ukol qildirib, ya'ni yuray deganda yoki mashqdan, ya'ni qochganda, kech murojaat qilganda mana shu eng yomon natija hisoblanib, mana shu artrozni davolashga to'sqinlik qiladi va mana bu operatsiyasiz davolash usullari ham umuman samara bermaydi. Va bundan tashqari do'stlar, qachon operatsiya haqiqatan kerak bo'ladi degan bir savolga javob berib olaylik. Operatsiya faqat bo'g'im deformatsiyasi kuchli bo'lganda, harakat deyarli yo'qolgan bo'lsa, operatsiyasi usullar umuman yordam bermasa va artrozning 4-bosqichida, demak, operatsiya qo'llaniladi. Do'stlar, operatsiya bu oxirgi, ya'ni bosqich hisoblanadi. Siz hamma usullarni qilib bo'lganingizdan keyin hech qaysi usul foyda bermasa, oxirgi, ya'ni usul hisoblanadi. Demak, birinchi usul emas. Do'stlar, eng ko'p uchraydigan xatolarni bir aytib o'tay. Demak, siz og'riqqa chidab yuraverishingiz, faqat dorilarga tayanishingiz, harakatdan qochishingiz, o'z-o'zidan o'tib ketadi deb o'ylashingiz, bu ya'ni xatolar juda ham ko'p uchramoqda hozir insonlarda va artrozni juda tezlashtirib yuboradi. Do'stlar, artroz bu operatsiya degani emas. To'g'ri yondashuv bo'lsa, og'riqni kamaytirish mumkin, harakatni tiklash mumkin, operatsiyani kechiktirish yoki umuman qilmaslik ham mumkin. Shunday qilib do'stlar, tizza og'rig'i va artroz haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.